Hozir jiu-jitsuga keldik. Muhammad bilan Umarda jiu-jitsu darsi bor bugun. Muhammad ko'k formada, Umar oq formada. Umar bo'l. Okay. Uyga Umar o'tiradi shunaqa. Yoqqa qarab. Endi sparing boshlandi. Muhammad kulrang belbog'li bola bilan urishyapti. Bu degani kulrang degani u ancha tajribaga ega. Muhammad oq belt. Yili soatdan beri shunaqa bo'lyapti. Yomon tushdi Muhammad. Treneri u yoqda Muhammad to'xtama deb yotibdi. Guarda que está, abre essa guarda. Mana Umar toy. Jang boshlashi buni olamda buzadi. Chiqdinglar? Showerma qilib berasanmi? Ha? Gapmi? You already got the. Demasdan to'g'ri gapir. You already got the stuff. Yes. Ha, qilib beraman showerma jonim. Qilib beraman showerma. Coke. Bugun seni sizlab gapiraman, xafa bo'lmaysan. Nimaga degan? Chunki oldingi videoda hamma nimaga bolalarni sizlab gapirmayapsiz dedi. Shuning uchun Muhammadjon bugun sizni sizlab gapiraman. Maylimi? Muhammadjon, bugun nima qilasiz? Bugun chekin qilyapman. Chekin qilyapsiz, chekinni. Ya'ni shawarma qilyapsiz ekan. Shawarma qilyapman chekin bilan. Assalomu alaykum. Bugun ayam bilan ukangga shawarma qilib beraman tovuq bilan. Malades. Qani ko'raylik-chi, boshlang unda. Okay. Mana hozir kesamiz. Qanaqa kesasiz? Mana qilib. Mayda qilib kesasiz. Keyinchi Anjonlimiz-u, Anjon shevada gapirdim-u. Anjon shevani o'zbekcha qilib o'rgatmang. O'zbekcha gapiring debdi. Men ham dedim. Shunga senga haqiqiy adabiy tilda gapirsam tushunamikinsan? Tushunaman-ku. Hop, unda men faqat adabiy tilda gapiraman. Adabiy degani ana kitobiy. Muhammadjon, go'shtni juda ham mayda to'g'rangiz. Normanda gapiring. Tushundingizmi? Yo'q, men bugun sizga faqat o'zbekcha gapiraman. Kitobiy tilda gapiraman sizga, Muhammadjon. Ehtiyot bo'ling. Bundan ham juda ham maydaroq qilib to'g'rasangiz yaxshi bo'lar edi. Nima kulyapsan? Kechirasiz Muhammadjon, sizni sellab yuboribman. Gapirib qilsangiz bo'lmaydimi? Nima gapiraman? Xohlaganingizni gapiring. Normalni gapirsiz, normalni gapiraman. Men o'zbekcha gapirayotirman. Bo'pti. Normalni gapiraman. Normalnichi bilasanmi? U o'zbekcha emasligini? Ha? Qanaqa?
O'zbekchada normalniy nima bo'ladi? Bilmayman, bemalol. Bemalolmi? Nima? Normalniy, to'g'ri gapiring. Videomizda bu bolalar islom dinini biladimi, dinini, Amerikaga borgan o'zbeklar xristian bo'lib ketadi deb yozishdi. Shunaqami? Yo'q. Seni isming nima? Muhammad. Nimaga ismini ma'nosini bilasanmi? Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydi. Muhammad payg'ambarimizni ismi bo'lgan. Sen maktabingda ko'pchilik xristian, a? Keyin yoningga kelib kimdir ey Muhammad, seni diniy noto'g'ri, menikiga o't desa o'tib ketasan? Yo'q. Nimaga? Chunki meniki yaxshiroq. Meniki yaxshiroq. Chunki men bilaman. Ayam bilan dadam menga o'rgatdi. Islom to'g'ri yo'l. Keyin aytgandan keyin o'rgatgandan keyin bilamanda to'g'ri yo'l islom. Men musulmon bo'lib tug'ilganman. Musulmon bo'lib o'laman. Maktabda cho'chqa go'shi ham sotadimi? Ha. Ovqat qilib sen yeysanmi? Yo'q. Yeb ko'rganmisan hech? Yo'q. Yeb ko'rging keladimi? Yo'q. Allah. Astag'firulloh. Nima degani? Allah kechirsin. Kesib oldim. Ehtiyot bo'ldi. Qurbon hayitga yana qo'y so'ygani chiqasanmi? Ha. O'tgan safar pichoq bilan qo'ydi, bo'yniga pichoq tortibsan, qo'rqib ketmadingmi? Yo'q. Bechora qo'y demadingmi? Yo'q. Nimaga? Chunki ovqatga emas. Chunki ovqat yeyamiz. More? Qo'limga tushdi deysan masni. Sugarmi? Is that sugar? Qilib hammasini sol. Mana. Endi ananas turamiz. Yaxshilab pishirib olamiz deb. Yaxshilab pishirib olamiz mana shu tovuqni. Zo'r qilib og'zimizdan kirib yeyamiz mana shuni zo'r. Nima qildik? Og'zimizdan kirib yeyamiz mana shuni. Og'zimizdan solamiz og'zimizga. Og'ziga. Mana bolalarga o'xshab gapir. Bizni bola emasmanda. Normalniy bola emasmisan? Maktabda zo'r. Maktabda zo'rmisan? Uydachi? Uyda ham zo'rman. Kim aytdi? Men. O'zingga o'zing aytdingmi? Senchi nima gapga gap qo'shyapsan? Sen yaxshi bolamisan maktabda? Ha? Uydachi? Uydachi? Bilmaysan? Lekin maktabda yaxshi bolaligini bilasanmi? Kim aytdi? O'zing aytdingmi? Buni qalay chiqyapti sizlarga? Zo'rmi? Bilaman. Rahmat katta. Bilaman. Pishganda bilamiz. Qanaqaligini nima deb o'ylaysan, yaxshi chiqadimi? Zo'r-ku. O'sha Muhammad. Nima deydi? Pishiryapti. Muhammad pishiryapti. Deganingizdan keyin hamma biladi yaxshi bo'larligini. Oh Xudoyim. Qayerdan senga buncha ishonch? Confidence qayerdan kelgan bunaqa? Ayamdan.
Endi Pomidor bilan mana pomidor bilan bodringni ketamiz. kesamiz. Keyin ichiga ikkita Tovuq. qo'l tovuq, uchta qo'l tovuq. Kechirasiz. Bu qo'yamiz ichiga. Kamga. Yo, yana. Endi endi ko'proq chekin qo'yapmiz meni shavarmamga. Uncha issiq. Mana. Keyin bo'ldi, mana. Ayamikini olamiz endi. Qo'yamiz ichiga. Mana. Pomidorlarga qo'yamiz. Sinematikga qo'yapman. Endi ayamga beraman. Endi nima qilamiz? Menga pomidor, bodring qo'yishing kerak. Mayo, ketchup. Surib yubordi. Ko'ryapsizlarmi? Voy. Mana sizniki bo'ldi. Voy. Sizniki bo'ldi. Oy, meniki sinik. Sinikmikan? Seniki sinib qopti, bo'pti. Endi men eng yaxshi ko'rgan part tiqib hammani kayfiyati ovqat yeyadigan bir narsani buzilib, meni shavarmam buzilib, meni eng yaxshi ko'rgan part. Eng yaxshi ko'rgan. Zo'rmi? Hamma yeyotgan narsasi sinib ketgan. Zo'r-a? Zo'r. Nimalar deyapsan? Voy! Qani. Deyinchi qalay chiqibdi ekan. Hech bola qo'shmadisiz? Bismillah. Qalay? Mana? Nimaga javob bo'lmaydi? Men pishirdim. Qalay? It's good, brother. 10 out of 10. Yoqdimi? Yoqdi, rahmat de. My boy. Og'zim edi. Meniki endi yeb ko'ramiz. Mengami bu? Rahmat. Ana endi bola bilan Rahmat, brother. yeb ko'ramiz. Rahmat katta Muhammad, yaxshi chiqibdi. Og'zim edi sizga. Guys, if we hit Qulluq one, bo'lsin ovqat. Nima bo'lsin? Qulluq bo'lsin. Nima bo'lsin? Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin? Aya. Qulluq bo'lsin degan nima degani? Ovqat. Yaxshi bo'lsin. Yo'q, osh bo'lsin deydi. Farqi nima? Yoqimli ishtaha. Nima qilindingiz?